Assalomu alaykum. Mana Maya shokolad sexidamiz. Bu yerda mana asartiklarimiz. Xo'sh, bu 2 kilogramlik korobkamizga solingan holati mana. Xo'sh, buni mazasi обычный shokolad maza qo'shamiz, aromatizator. Bunga apelsin, olcha, kokos, mana bu yo'lda yana qo'shimcha mazalar qo'shiladi. Bu ikki yoqlama buralib o'ralgan shokoladimiz. Bu yoqdan ikki yoqdan o'ralgan. Mana bu yoq tarafda bir tomonlama o'ralgan shokoladimiz. Bularga ham aromatizator mazalar qo'shiladi. Bunga shoftoli maza qo'shamiz. Bunga apelsin maza, bu kokos. Bu kapuchino maza. Mana shunaqa jigarrang rangi kapuchino mazalar. Xo'sh, bular hammasi 2 kilogramdan joylangan. Endi bu yoqda mana assortimentlarimiz. Xo'sh, 1 kilogramlik bunun ichiga 1 kilogramdan solganmiz. 1 kilogramlik assortimentlarimiz mana shu ranglarda. Bu prozrachniy ichi ko'rinadigan paketimiz. Mana shunday qilib har xil shokoladlarni aralashtirib ichiga solinadi. Bu yarim kilogramligimiz. Bunda ham har xil 4 xil 5 xil rangimiz bor. Endi bularni korobkaga solingan holati mana 1 kilogramlik mana bunaqa ranglardan mana qizil har xil ranglar. Xo'sh, mana yarim kilogramligimiz mana bunaqa korobkaga 7 tadan solib beramiz. Mana shu korobkaga ustiga rangida o'zini rangida skotch qilib yopishtirib, chiroyli qilib upakovka qilib beramiz. Mana sariq, yashil, qizil, yana bu yerda boshqa korobkalarga solingan anaqalarimiz ham bor. 1 kilogramlik korobkani olib ko'rdim shuni. Xo'sh, bu yoqda dumaloq shokoladimiz. Bular ham mana 4 xil assortimentimiz bor. Xo'sh, buni yopilgan holati mana shunaqa. Ustiga qog'oz yopishtirib, mana shunaqa qilib har bittasini o'zining rangida qilib ko'rsatib beramiz. Buni ochganda ichida qizil rang bo'ladi, ustiga qizil qilib yopishtiramiz. Yashilni ustiga yashil qilib yopishtirib beramiz. Bu ham 2 kilogramdan. Xo'sh, 1 kilogramimizni ham mana shunaqa korobkaga solib beramiz. Assortimentimizni. Mana bunaqa har xil ranglarni mana shunaqa korobkaga solib, bularni ham chiroyli qilib, hammasini o'zining rangida qilib yozib, chizib, aniq qilib beramiz. Xo'sh. Talerka. Mana bu boshqacha korobkamiz 2 kilogramlik. Mana bunga olib keling. Mana shu shokoladlarimizni bunaqa korobkaga solib beramiz. Mana bu rangida mana ustiga qog'oz yopishtirilgan. Buni ham o'zining rangida qog'oz yopishtiriladi. Hammasini ustida o'zining rangida qog'ozi bo'ladi. Ko'rinishi mana shunaqa korobkamiz. Dumaloq konfetkamizni korobkasini ham ko'rdinglar. Mana ko'rinishi. Mana bu 2 xil korobkada assortimentimiz. Xo'sh, mana bu обычный shokoladimizning ko'rinishi. Mana bu turburchi shokoladimiz, bu dumaloq shokoladimiz. Mana bundan bu shokoladimizning ko'rinishi. Ko'ryapti mana. Buni ichi mana shunaqa ko'rinishda. Xo'sh, bularga 60% ga 40% ichida nachinkasi bo'ladi. Ustida ko'prog'i shokolad bo'ladi. Mana ichida 40% nachinka qo'shamiz. Bularga masalliqlarimiz hammasi chet davlatlardan keladigan masalliqlar ishlatamiz. Asosan suxoy svirtkalarimiz Belorussiyadan keladi. Kokos palmalarimiz Malayziyadan keladi. O'sha masalliqlarni ishlatamiz. Kakaolarimiz ham kakaolarimiz Gollandiyadan keladi. Alkalinzonni natural kakaolar ishlatamiz. Xo'sh, endi bunlarning narxiga keladigan bo'lsak, mana bu shokoladlarimiz narxi 46 mingdan, 46 ming so'mdan. Bular hammasi 46 ming so'mdan, kilogrammi 46 ming so'mdan bunga 2 kilogram ketadi. Xo'sh, assortimentlarimiz bular 47 ming so'mdan hisoblab, mana bu yerda shokolad seximizdan hozir to'g'ri olamiz. Bular 47 ming so'mdan. Xo'sh, 1 kilogramligimiz. Xo'sh, bunimiz 25 ming so'mdan, yarim kilogramimiz. Donasi 25 ming so'mdan. Xo'sh, bo'ldi, shokoladlarni ko'rsatdik, обычныйsini. Mana apparatimiz, shokoladlarni o'rab chiqarib beradigan apparatimiz. Bu yerda qo'lda o'ralmaydi, qo'l mehnati yo'q. Mana shu apparatimizni o'rab chiroyli qilib bu yoqqa chiqarib beradi, keyin biz korobkalarga upakovka qilamiz. Mana bu yoqqa shokoladlarimizni saqlab qo'yganmiz. Mana bu yerda shokoladlarimiz 2 kilogramligimiz, bu assortimentlarimiz mana ranglar bilan hammasini chiroyli qilib saqlab qo'yganmiz.